Bu uyimizni sizlarga aniq yoqadi deb o'ylayman. Bu uyimizni qurilayotganda joy egalari mehrni berib qurishgan ekan. Yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Sergeli tumani Sug'diyona mahallasida joylashgan. Orientirimiz Bratskiydan Sergeliga chiqib ketaverishdagi trassani bo'yidagi mahalla bu yerda chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, archalar ekilgan, palivlarigacha qilib qo'yilgan ekan. Uyimiz 2 sotiq, podvalimizdagi xonamizdan tashqari 5 ta xonadan iborat. Hozir endi sizlar bilan birgalikda uyimizni planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kiraverish darvozaxonamizda joylashgan. Hovlimizning ichigacha bemalol 2 ta 3 ta mashina sig'adi. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bu yerda umivaylik, bu yerda hovlimiz uchun sanuzel, bu yerda bo'lsa yozgi oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Yozgi oshxonamizni ko'rib turganinglardek hamma sharoitlari bor. Binoyimizda bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, uyimizning fasadi va devorlariga traversin ishlatilgan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda katta hovlimizda joylashgan, oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizda shunaqa panorama romlarni ham ko'rishingiz mumkin. O'zingizlarning xohishingizga qarab, mana shu hovlimizni, mana shu joydan devor qilib, bitta katta xona qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek, razdelli planirovkada. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi, bu yerdan podvalga tushsa bo'ladi. Ikkinchi qavatimizni va podvalimizni sizlarga videomiz davomida ko'rsatib o'taman. Bu yerda bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Oshxonamizda ko'rib turganingizdek hamma kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Bu yerda moyka, gaz plita, vichka, bu yerda bo'lsa xolodilnikgacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Bu yerda bo'lsa orqa hovlimizda joylashgan, taxminan yarim sotig'i tashkil qiladi. O'zingizlarning xohishingizga qarab mana shu joyimizni letniy kuxnya qilib foydalansanglar bo'ladi. Gaz turbalarigacha olib kelib qo'yilgan ekan, yoki mana shu joyimizga proyektor qo'yib futbol ko'radigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yoz issiq kunlarda maza qilib dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Binoyimizning orqa tomondan ham ko'rinishi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda birinchi qavatimizdagi qolgan xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, oshxona va sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa birinchi qavatimiz uchun общий sanuzelimizda joylashgan. Sanuzelimizda shunaqa kafellarni kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Binoyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlar ham tayyor o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Hamma xonalarimizda shunaqa chiroyli lyustralarni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizga och rangdagi sifatli eshiklar va sifatli romlar tayyor o'rnatilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqib keturishimizning devoriga shunaqa oyna o'rnatilgan ekan. Oyna ham juda ham chiroyli chiqqan. Oynani o'zi bilasizlar-ku, katta xonani effektini shundoq berib turadi. Stupenkalarimiz va zinalarimiz haqiqiy yong'oqdan yasalgan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bu yerda koridor, ikkinchi qavatimizning xonalarimizning ham hammasi razdelli, faqat koridor orqali kiriladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa родительская spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Bu xonamizda aboylarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning o'zini alohida sanuzeli bor. Uyimizda hozir aytib o'tganimdek yashash uchun tayyor holatda. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzelimizda joylashgan.
Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, ikkita yonma-yon детская spalnyani ko'rishingiz mumkin. O'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonalarimizni o'g'il bola va qiz bola qilib ajratib olsanglar ham bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, cho'pli poli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham детская spalnyamiz joylashgan. Ikkala xonamizning ham oynasi oldi hovliga qaragan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda podvalimizni ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizni tegi to'liq podvaldan iborat. Podvalimizga faqat binoyimizni ichidan tushiladi. Bekorga boshida podvaldan tashqari 5 ta xonadan iborat deb aytmadim. O'zingizlarning xohishingizga qarab mana shu podvalimizni ham xonalarga ajratib olsanglar bo'ladi. Misol uchun podvalga tushishimiz bilan mana shu chap tomonimizni zal qilib foydalansanglar bo'ladi. Podvalimizda havo zo'r aylanishi uchun zo'r yechim qilingan ekan. Mana shu joyimizga eshik qo'yib yuborilgan. Misol uchun bu yerga fortchka yoki oyna qo'yib yuborsa ham bo'lardi. Lekin havo zo'r aylanishi uchun shunaqa eshik qo'yib yuborilgan ekan. Boshida aytib o'tganimdek, joy egalari uyimizni qurayotganda mehr bilan qurishgan ekan. Uyimizning yuragi bo'lgan kotelli xonamiz ham aynan mana shu podvalimizning o'zida joylashgan. Hamma оборудованiyamizni ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Podvalimizgacha iliq pol qilingan. Bu yerda bo'lsa bitta kladovkani ko'rishingiz mumkin. Juda ham fayzli xonadon. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rib chiqamiz. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uyimiz Tupik ko'chada joylashgan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Katta yo'lga bor yo'g'i 150-200 metr tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek 3 ta yonma-yon uy, chap tomondagi uyimiz, o'ng tomondagi uyimiz ham sotilgan. Men sizlarga hozir mana shu o'rtadagi uyimizni to'liq obzorini qilib berdim. Shoshilib qolinglar, bunaqa chiroyli uylar tez sotilib ketadi. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa chiroyli hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.